Faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish g'iybatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman. Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafl amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumning yonida turaman, och qolganga ovqat beraman. Olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Ey inson, sen kechagi kunning odami emassan, ertangi kunning ham odami emassan. Sen bugunning odamisan.